Assalomu alaykum do'stlar. Andijon qora jo'jalarini issiq bo'lishiga qaramay videolarni qo'yapman endi. O'zim dastlabkiga video chiqarmayman 3-4 kun chunki havo issiq. Assalomu alaykum do'stlar. Andijon qora jo'jalarini 25 kunlik variantini taqdim etmoqchiman. Videoni ko'rishdan oldin like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Bugun Toshkentda judayam issiq, vodiyda bunaqa issiq ko'rmaganman to'g'risi. Bu yoqlar judayam issiq ekan. Bugundan 3-4 kun dastlabkiga chiqa olmayman. Judayam chunki issiq ekan, men chiday olmayapman. Chidayolmayapman. Tillarim makillab qolyapti. Do'stlar, qiziq bo'lsa like tashlab beraman, telefon nomerimni qoldiraman. Kelinglar o'zinglar tanlab olib ketishlikka muyassar bo'lasiz.